Balardim, baribirga ham bu dietasini buzishini. Mana danar yeb o'tiribdi deyapsizlarmi? Yo'q, afsuski adashasizlar. Bu sog'lom danar hisoblanadi. Un solmasdan qilganman. Hozirlarga retseptni o'rgataman. Ko'rinishlar shunaqangi ishtahali chiqarkan, mazasiga ham vashe gap yo'q. Birinchi bo'lib tog'orachamizga 90 gram tvorog qo'shdim. Hammasini tarozida o'lchab, keyin bitta tuxum qo'shdim. Keyin 30 gram sirni so'rkadan chiqarib qo'shdim. 40 gram ovsyankani kofemolka qilib qo'shdim hamda yarim choy qoshiq soda qo'shdim. Sizlar xohlasanglar razxitsel qo'shsanglar ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib turib, keyin listga mana shunaqa qo'yib oldim. Agar sizda orasiga solish uchun kotlet bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu massani ikkiga bo'lib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'shanda sizda burger uchun ikkita non bo'ladi. Menda to'g'ralgan go'sht bo'lganligi sababli men danar shaklida bo'lishini xohlab shunaqangi non pishirib oldim. Orasini bo'lib, orasiga topgan tutganinglarni solasizlar. Men orasiga tovuq go'shti, bitta pomidor, bitta bodring, bitta salat bargi hamda ozgincha piyoz solib, ketchup mayonez solib tayyorlab oldim. Mazasi juda ham zo'r bo'lar ekan. Mana ko'rganinglarda tayyor. Mazza qilib bitta mahaliylarga obedda yesanglar bo'ladi.